Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun qarindoshlik haqida to'xtalamiz. Saudiya Arabistonining ma'lum bir shahrida 17 qarindosh bor ekan. 9 o'g'il, 8 qiz. Bular hammasi bir dadadan, ammo onalari o'xshash emas. Ashlarning orasida bir kuni bir qiz kasallab qoldi. Kasal bo'lganda bu rak kasaliga giribdor bo'lib qoldi. U ota-onasi o'lib ketgan. Ularni cho'ngib, hammasi o'ychaqliq bo'lgan bir vaqt endi. Shu chaqda bu qiz o'zi kambag'alroq ekan. Akalarining, ochilarining hammasining oldiga berib boqdi ekan. "Men bir yordam qilsanglar, men mush kasalni saqaysam" deb bordi ekan. Amdayliqi dadasi bir, anısı başqa qarindoshlar ancha yaqin kelmayotgan. Bu qizning birla aksi bor ekan. U aksi onami bir, dadami bir. Endi shu buningga alohida ko'ngil bilganda. Boshqa qarindoshlar bilan bir ziyorat qilib qo'yib, lekin pul ketgan yerga kelgan vaqtida ancha ko'ngil bilan shunda qilgan. Ammo aksi singlim men butun shu boyliqimni ishlatib bo'lsin sizni saqaytiman deydi ekan. Şunu olan davaltı bakıtken Saudiya Arabistan'da davaltı bakkan doktorlar bunu şu Germaniyaga apırış kerakligini deytken endi. Germaniyaga apırış için işidan ayrıldı ekan endi. Hökumatda ishlayotgan kishi ekan. İşidan ayrıldı ekan. Onunki bir mashinasini, onu bunu satdı ekan, yani onun jiq pul ketgan endi. Şunu olan o'zi o'tirayotgan uyini şu bankaga o'tkazib, bankadan pul oldi ekan. Keyin pulini qaytarib bergan chog'da uyimni berasiz deb. Bu ahvolda uni tayyorlik qilib mang'il qo'ygan chog'da bu odamning ayoli, akining ayoli, "Sen mushu singlingni deb ya saqaydi ya saqaymaydi bu. İşdan ayrıldın, maşinadan ayrıldın, endi uyini o'tkazyaptың. Bo'ldi, sen bilman, ajishib ketma" deb ajishib ketgan. "Sabr qiling, bu ishlar o'ngishilib qoldi, singlim saqaysin, hamma ish onuğa kelar" dese. "Yo'q, senden ben nima uchun sen bilan o'tirman, sen qo'lingda ishimni qolmadi hozir" deb ajishib ketgan. Shuni bilan bo'libdi deb talaqini berib, singlisini olib Germaniyaga borgan. Germaniyada 7-8 oy shu turib qoldi ekan. Doktorxonada boqadi ekan singlisini. Har qatim shu singlisi duo qilganda, mush akisiga duo qilgan. "Ey Alloh, mush akamga hisobsiz bergin. Hisobsiz bergin. Dunyoning bütün qiyinchiliklarini qutqizgin. Hisobsiz bergin" deb duo qilgan. Doim beg'ayri hisob deb duo qildi ekanda doim. Shunda qilib har bir qatim shunda bir duo qo'l ko'targanda birinchi o'zim saqiyay degandan burun shu akamga barakat bergin, akamga hisobsiz rizq bergin deb shunda duo qildi ekan. Endi shunda davolanish, yana unum bermay 7-8 oydan keyin ashada vafot bo'lgan qiz. Shuni bilan bu akisi qaytib keldi. Qo'lida hech nima yo'q, pullarni xaylab bo'lgan. Endi Saudiya Arabistonga qaytib kelgan vaqtida ya ish yo'q, ya mashinasi yo'q. Uyi texe bankiniki nimasiga olib qo'yganlik. Shunda qilib bir yerda bir oddiy bir ishga kirib jinni baqqashtirgan. "Alloh kerim, Alloh rizqimni beradi." Shunda bir 2 oy o'tgandan keyin uning bir telefon keldi ekanda. "Sizning shunda palon ismli bir tog'ingiz bormidi?" deb. Endi kichik vaqtimda onasining tog'isi ekan endi u. Onam ajna bir tog'am bor deydi kichik vaqtimda. Azar ko'rgandek ismni bordi, ammo biz bek yiroqda yashaydik, ancha izlashmaydik. Shumiki dedi. İsmini deyotgan, paloni o'g'li palon degan. "Ha, bu bizning jamoatimizdan, onam tarafdan tog'am ekan" deyotgan. Shundan keyin u uqtirgan unga. Shirkat telefon qilgan. "Bu tog'ingizning shu burun ep qo'ygan kang tasha bir yeri bor ekan. U ya'ni bizga shirkatga kerak bo'lib qoldi. Shu ya'ni biz setib olmoqchidik. Ya'ning egisini izlasak, u odam o'lib ketibdi. U tog'i o'lib ketibdi. Uning bolalari yo'q ekan. Şunun bir singlisi var debdi, o singlisi sizning onangiz ekan, onangiz o'ylab ketgan. Endi sizga tegitgan o boyliq.
deydigan. Shuni bilan basa, o burun hamda shu ya azon chaqda ilib tashlab qo'ygan gapga, o'zimni ko'ngil bilmay tashlatgan bir yakan. Keyin u shunda qimmatlashib, nayt cho'ng bir binasi samoqchi ekan hamda shirkat uningga. Unda bo'lgandan keyin u bahosini necha hasi usab shunda qimmat, alayda qimmat bir yakan. Yani hisoblab ko'rsa necha million bir yillik yakan hamda. Shuni bilan amsi shuni yerimini satay deb yerimini sotadi ekan. Yerimini setib, aşı pulga şirket qurdi ekan. Şirket qurib, shuni bilan bu oz vaqtning ichida Saudiya Arabistonining aşı 13 miki shahrida aşının şirketiningki sho'balari ochildi ekan. Yani 7-8 yilga bormagan vaqtning ichida bu odam shunda boylab ketganda har qatim shunda bir qo'liga jiqroq payda kelib shunda qilgan vaqtida singlisini o'ylayotgan, singlim shunda beg'ayri hisob rizq bergin, akamga rizq bergin ilohim deb shu o'zigimi duo qilmay, hatto o'ziga men bir saqaytqin degan duonimi unimi qilmay, shu akam mening uchun hamma narsani pido qildi, hammadan ayrildi, shu akamga bergan deb shunda duo qilganligini eslaydi ekanda bu. Bu odam hamisha aşı singlisini kelganligi deb berdigan. Mushunda mening bir singlim bo'lgan, mushu singlimning barakati bilan men mushuningga erishdim. Bo'lmasa men odatdagi bir kadrdim. Maaş aldigan, tuyan maaş aldigan bir kadrdim. Mushu holatga yetdim, shunda deydigan. Ana bunda birinchi qarindoshlikninki qilishga tegishliklarni qilish, ikkinchisi Alloh taologa yalvarıp dua qilishdan iborat. Shu ikki barakat bilan bu kishi shunda qilgan. Amaliyotda hamda qarindosh qiyinchiliklarda madadkor, hayotning zarbalarida qalqon, yiqilganda yo'lanchik. Qarindosh kuyimchanlikda anaga, saxiylikda dadaga o'xshaydi. Uni qandoqmi yaxshi ko'rmaslik mumkin. Olamlarning Robbi Alloh taolo Musa alayhissalomga xitob qilganda sanashuddu adudaka bi akhika, yani seni qarindishing bilan kuchlantiramiz deb uni xitob qilgan emasmi? Shunga qarindoshlar bir-birining qimmatini bilish kerak. Qarindosh dunyoda eng cho'ng boylik, eng cho'ng yulanchik. Hammamiz qarindoshlarimizning qimmatini bilaylik.